Sirdaryo viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi hamda Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati rahbariyati ishtirokida ommaviy axborot vositalari va blogerlar uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Unda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar to'g'risida keng ma'lumotlar berildi. Matbuot anjumanida viloyat ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv tizimlari bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar atroflicha muhokama qilindi. Mas'ullar tomonidan sohada olib borilayotgan nazorat tadbirlari, aniqlanayotgan muammolar va ularni bartaraf etish choralari haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, ichimlik suvining sifati, tarmoqlarda foydalanish qoidalariga rioya etilishi hamda noqonuniy ulanishlarning oldini olish masalalari muhim yo'nalish sifatida qayd etildi. Bu borada aholi va tadbirkorlik subyektlarining mas'uliyatini oshirish, shartnomaviy munosabatlarni tartibga solish zarurligi ta'kidlandi. 2025-yilda 210 milliardga yaqin mablag'lar respublika byudjetidan ajratilib, aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Xususan, Sirdaryo viloyatining aholisi ta'minlanish darajasi 87.7% ni tashkil qilgan bo'lsa agar, bugungi kunga kelib 88.4% ga yetdi. Bundan tashqari 100 mingga yaqin aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilanishiga erishildi. Bundan tashqari oqova suv bilan ta'minlash bo'yicha ham 2025-yilda 3 ta inshootimiz ishga tushdi. Bundan tashqari 2026-yilda ham ustuvor vazifalarimiz mavjud. Xususan aytib o'tadigan bo'lsak, Sirdaryo tumani hamda Guliston shahrini markaziy oqova suv tizimiga ulash bo'yicha umuman kanalizatsiya xizmatlari mavjud bo'lmagan joylarda qurilishlarni amalga oshirishni boshlaymiz. Bundan tashqari Jahon banki mablag'lari hisobidan Sirdaryo, Sayxonobod, Guliston tumani hamda Yangiyer shaharlarida ichimlik suv ta'minoti bo'yicha va bundan tashqari kanalizatsiya tizimlarini yangidan barpo qilish bo'yicha Sardoba, Oqoltin, Bayovut, Guliston tumani markazlarini kanalizatsiya bilan ta'minlashga erishamiz. Anjuman davomida davlat dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan qurilish va rekonstruksiya ishlari, yangi suv inshootlarining ishga tushirilishi hamda aholining toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar xususida ham so'z yuritildi. Shu bilan birga aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish, suvdan oqilona foydalanish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish va murojaatlarga tezkor yechim topish masalalari dolzarb vazifa sifatida belgilab olindi. Bugungi kunda Sirdaryo viloyati hududidagi aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi bir qancha hududlarda, ya'ni Xovos, Boyovut, Mirzobod va Sayxonobod tumanlarida bir qancha ortda qolmoqda ichimlik suv bilan ta'minlash. Bu yilgi jahon mablag'lari hisobidan, mahalliy mablag'lar hisobidan ushbu obyektlarni moliyalashtirilib 26-yilgi dasturga kiritilib, aholini ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi ko'tariladi degan nazoratda amalga oshiriladi. Ta'kidlanganidek, ichimlik suv va oqova suv tizimlarini takomillashtirish, mavjud muammolarni bartaraf etish hamda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha ishlar izchil davom ettirilmoqda.